Rossiyada o'zbekistonlik oshpazni do'pposlab mashinasini o'g'irlab ketishdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida O'zbekiston oshpaz do'pposlanib, uning avtomobili o'g'irlab ketildi. Bu haqda 78 ru nashri xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea 17 mart kuni soat 20:00 atrofida Ximikov ko'chasida sodir bo'lgan. 3 nafar noma'lum shaxs avtomobildan tushib 27 yoshli O'zbekiston fuqarosini qo'llari va tayoq bilan do'pposlagan. So'ngra uning mashinasi kalitlarini olib, transport vositasini haydab ketgan. Huquq-tartibot organlari dastlabki ma'lumotlarga asoslanib, hodisa ish joyidagi mojaro tufayli sodir bo'lgani taxmin qilinmoqda. Hozirda jinoyatchilar qidirilmoqda va ushbu holat bo'yicha jinoiy ish ochish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, hujum qilgan shaxslarning o'zlari ham O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri Moskva tumanida qurilish ishlari olib borilayotgani paytda O'zbekiston migrant halok bo'lgandi. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.